Assalomu alaykum. Cibran Halil Cibran'ның Danışman namlıq əsərini oxuşunu başlasam. Kim gəldi? Zamanımızın tanrı, əlinin talışığa həm hörmətiga erişkən Mustafa Urfalis şəhərdə öz kemisinin qayıtıb gelişini və özünü kindiqini tökülüb öskən aralığa elib ketişini 12 yıl kütdü. O 12. yılı güzel hem mol olsun ayının 7. günü şehirden ayrılıp bir tağının çokusuna çıkıp denizge tikilip qarmaqdaydı. O öz kemisinin tumallar arasında kilovatqalığını gördü. Onun qalb derisi birdilla içilip şatlık kuşu deniz asmanında pervaz qilishga başladı. O gözlerini yumgunca ruhi dünyasının timtasligida chin dilidan tilovat qildi. Amma u tağdan tushmoqchi bo'lganda hushtumtut qalbini bosgan azob o'tiri ilkida turib qoldi. U o'z-o'ziga mundoq dedi: "Men qandaqmi pig'onsiz ham jimjitlik ketib qala olayman? Yo'q, men barliq dil jarohatlarimdan xalos bo'lib ondan ketishim kerak." Bu sepil ichida nurg'un kulpat kunlarni va dilbarsiz kechalarni o'tkazdim. Aş yalğızlıq və həsrətlərimə təziyə bildirməsdən qandaqmı ketay? Bu koçularga mening parçalanğan ruhum çeçilgan. Bu tağda yalamaç yürüydigan nurg'un umaq balalar var. Ben ulardan ayrılganda qandaqmı məsuliyyət və azab his qılmay tura alayman? Bu men üçün çapan seliyotgandek oddiy ish bo'lmasdan, balki yuragimni sug'urib eliyotgandekla bir ish xolos. Bu xiyaldan vaz keçkənlik bolmasdan, bəlkə ağaçlıq və ussuzluqdan apiridi bolğan köngül riştidən vaz keçkənlik xalas. Şundaqdımı, əmdi mən ketməsəm bolmaydı. Cimmi mevcudatlarını öz qoynuğa çağıran büyük deniz menimi çağırıvatıdı. Əmdi mən kemiyə çıxışım gerek. Mən yenə bu yerdə turub qalsam, gerçi yurtumğa qayıtış arzuyum keçilərdə yalqıncıgan gülxandek lavoldab tursumu, o asta soğuydu, yoğuludu. Mübada mən bu yerdeki təəllüqatlarımı bırakla elib ketelgen bolsam ne kadar köngüllük bolat diye. Lekin bu mümkün mu? Jaran avazlar özüge kanat ata qılğan til ve iğizni özü bilen bille elib ketelmeydi. O faqat özünün elib mangıçısını izleydi. Bürkütmü haman uğusunu taşlap quyosh qarab tanha uchib ketdi. U tog' bag'riga tushdi-da, burilib dengizga qaradi va kemining asta dengiz qirg'iga yaqinlab kelayotganligini ko'rdi. Kemining beshida turgan kemichilar dal uning yurtdoshlari edi. Uning ruhi ularga nido qildi: "Ey to'lqin yarg'uvchilar, sizlar ana yurtimning farzandlari. Sizlar nurg'un qatim tushunda yelken ichib dengiz kechdinglar. Hazır düşünün teximi çonqur makanı bulğan oğumda yetib keldinglar. Men səfərgə təyinib boldum. Çoğulanğan isteklerim yelkinim bilen birlikte içilip şamalının kelişini kütməkdə. Men bu sapsalqın, tinç havadan yeni bir nəfəsini alay. Oğutluk mehrim bilen arqamğa burulup bu söyümlük şəhərgə yeni bir nəzər taşlıb alay. Şu çağda sizlerge qoşulman. Denizçiler arasındaki bir denizci boluman. Ey bayan deniz, sen bizden keç gündüz köz yummaydıgan mehriban anımız. Fakat salla barlık derya ve iqillarga tinçlik ve erkinlik bəxş etsen. İqillar, çöl bayavallar ve ormanlıklardan şıldırlap ötüp sen bilen kucaklaştı. Sansız tamçılar haman san qaytıdı. Ben mi ahir bu sansızlıgan tamçılardan terk tapkan çeksiz qoynunga bir tamçı bulup qaytıp kelemen. O uyan buyan menivitip nurg'un ayalının etizlikteki işlerini taşlap koyup şehir tarafga aldıraş kelevatqanligini yiroqdan ko'rdi. Ular onun ismini chaqirib Kemining qaytib kelevatqanligidan hamma yoqqa xabar berib O o'z-o'ziga pichirildi. Xo'shlashish kuni, jam bo'lish kuniga aylanib qolarmi? Gugumlarım mening
subhilerimiz ol. Ketmellerini etilgi taşlap, tügmellerini to'xtatib qo'yib, oldimga xo'shlashqili kelgan kishilarga nima sovg'a qilsam bo'lar? Yürükim boluq mevelengen daraxtga aylangan bo'lsa, men uni ularga uzib bersam ha. Arzu armanlarım bulaq suydek bulduqlab chiqib, ularning tashna jamini to'ldirolsa ha. Men hammaga qodir qo'l bilan chilinayotgan royal yoki bir ney bo'lib qolsam ha. Men ün-tinsiz izlanguvchi. Men jimjitlik ichida qandoq g'azinlarni bayqagan bo'lsam, bu g'azinlarni ularga sadiq qilib berarlarmanmi? Agar bu mening usul oladigan ko'zlarim bo'lsa, men qachon, nada uruq chashqan bo'lg'uydim. Mubada bu mening o't qashni igiz ko'tirib, atrofni yo'ritayotgan chog'larim bo'lsa, undaqda o't qashqa o'tni men yoqqan emas. Men qorong'ulikda o't qashni igiz ko'tirib turman. Kecha qarovli o't qashqa yoq to'liqlaydi. O't yoqidi. Bular uning o'ziga deganlari. Ya'ni nurg'un so'zlar uning qalbida. Chunki u qalbining texim cho'nqir qatlamidagi sirlarni deb berolmaydi. U shaharga kirganida kishilar uning oldiga chiqib qarshi oldi. Uni chaqirishdi. Shaharlik bir mo'ysbit to'pni yerib oldiga kelib dedi. Siz yanala bizni tashlab ketmang. Siz go'yo tush vaqtidagi dengiz shovqinlaridek yoshligingiz bilan ko'z oldimizdagi g'uvolikni yo'qotdingiz. Tasavvurimizni qanotlantirdingiz. Aramızda siz yot kishi emas, mehmonmi emas, balki siz bizning o'g'limiz va sevgilimiz. Ko'zlarimiz sizga bo'lgan intizorlikdan ochiq yosh tuturmusun. Bir to'p ayol ibodatchi uning oldiga kelib dedi. Dengiz to'lqinlari bizni ayirib etmasin. Birga o'tgan kunlarimiz faqat bir aslimaga aylanib qolmasin. Siz bizning aramizda yurgan Xizr edingiz. Siz xuddi bir o't qashqa o'xshash ko'z oldimizni yo'ritgan edingiz. Biz sizni chin dilimizdan suyatdik. Biroq bizning mehr muhabbatimiz ün-tinsiz, ham yuragimizning cho'nqir qitig'i o'raqliq. Hozir u sizni chaqirmoqda. O'zini sizning oldingizda ko'ydirib tashlab, sizga sirni oshkorlamoqchi. Ayrilish payti yetib kelguncha muhabbat o'zining qanchalik cho'nqir ekanligini bilmaydi. Boshqa kishilarmi uning ketmasligini o'tnishdi. U javob bermaydi. Beshini tuvan qilib olgan edi. Qishida turgan kishilar uning ko'zlaridan taramlab yosh to'kilayotganligini ko'rdi. U ko'pchilik bilan birga muqaddas saroy oldidagi maydonga qarab asta-asta mangdi. Elmisa ismli bir qiz muqaddas qasrdan chiqib keldi. Qiz bishoratchi edi. U cheksiz mehr bilan qizga tikildi. Chunki u bu shaharga kirgan tunji kunida uni izlagan edi va uningga ishongan edi. Qiz uni tabrikladi. Allah avatgan donishmand. Ulug' izlanguchi. Siz azaldan shu Iroqdagi kemingizning kelishiga tashna bo'lgan edingiz. Hozir kemingiz yetib keldi. Qaytishingiz zarurdir. Yurtingizga intizorligingiz va buyuk arzu armonlaringiz haqiqatdan cho'nqur. Bizning muhabbatimiz sizni bu yerga bog'lab tura olmaydi. Bizning ehtiyojimizmi sizni to'sib qola olmaydi. Biroq ayrilish oldida bizga haqiqat so'zlab berishingizni o'tinamiz. Biz bu haqiqatlarni balalarimizga qoldiramiz. Balalarimiz balalariga qoldiradi. Shundoq qilib bu haqiqat avloddan avlodga mangu davomlashadi. Siz yeganligingizda kunduzlari bizni muhofazat qildingiz. Kechalari tushimizga yig'imiz va kulkimizni sagaklik bilan tinchladingiz. Hozir siz bizga haqiqiy o'zlik qiyofatimizni oshkorlab, tug'ilish bilan o'lish orliqidagi barliq ishlar haqida bildiganligingizni so'zlab bering. U javob berib mundaq dedi. Urfalis xalqi, sizlarning larziga kelgan ro'yinglar oldida men yana nimalarni so'zlab bera olayman? Muhabbat. Al-Musa mundaq dedi. Bizga muhabbat haqida so'zlab bersangiz ekan. Danishmand beshini ko'tarib xaloyiqqa qarab edi. Xaloyiq birdilla jimib qoldi. U jaranliq ovoz bilan so'zladi. Muhabbat chaqirganda sizlar uningga erishinglar.
Gerçi menzili müşkül hem egir tokay bolsumu arqanlarga çekilmenglar. Muhabbet kanıtı sizlerni o'rib olganda, gerçi peylerining arasıga yo'shirilgan tırnaqlar yürükinglarni pari-pari qilib etsimi, uningga bo'ysuninglar. Muhabbetning ovozi gerçi xuddi zimiston shamili bog'larni vayron qilib etganga o'xshash, shirin tushunglarni uzib tashlasimi, uningga ishoninglar. Muhabbet sana toj kiydirelaydi. Shundaqla seni darg'imi asalaydi. U seni parvish qilib o'stiralaydi. Seni kesibni tashlayalaydi. U sening eng igiz putaqlaringga chiqib, oftobda yayrab turgan inchike shoxlaring va yopirmoqlaringni so'ydi. Shundaqla eng cho'nqur joylaringga cho'kib, yiltizlaringni o'rnidan qo'zg'ab, zimindan ayirib etalaydi. Sen go'yo bir qo'ltiq bug'doy. Muhabbet seni bog'laydi. Muhabbet seni urib so'qib, samaningdan ayirib yalang'ochlaydi. Muhabbet seni osmonga etib so'raydi, tasqaydi, adalaydi. U seni tugmanga opirib, ikki toshning orliqida ezib, oppoq unga aylantiradi. Muhabbet seni yug'urib ximir qilib, muqaddas o'tga silib, pishirib, Allah'ning dasturxonidagi muqaddas g'izoga aylantiradi. Muhabbet sizlarga mana shunday ishlarni qilib beradi. O'zingni o'zingga tunutadi. Sen bundaq bilish jarayonida hayotlik yurigining haqiqiy bir qismi aylanasan. Navoda sen gumonlanib, xavfsirab muhabbatdan faqat tinchlik va shodlikni izlamoqchi bo'lsang, undaqda muhabbatning xomididan chekinib chiqib, faslsiz dunyoda yurguning yaxshi. Faslsiz dunyoda sen xushallikqa erishsangmi, biroq haqiqiy kulolmaysan. Faslsiz dunyoda yoshmi to'ksan, lekin ko'z yoshing tugab, ketgudak yig'lay olmaysan. U yerda chidag'usiz azob va haqiqiy shodlikni mangu kuchata olmaysan. Muhabbetning o'zidan boshqa beradigan hech nimasi yo'q. Muhabbet faqat muhabbatni qabul qiladi. Muhabbet hech nimani egilib olmaydi. Uni hech kim egilib ololmaydi. Chunki muhabbatga faqat muhabbatla yetarlik. Sen sevgi o'tida puchilganda Allah mening qalbimda demasdin, balki men Allah'ning qalbida degin. Sen muhabbatga yo'l boshlovchi bo'laman deb xiyol qilma. Agar u xohlasa seni boshlaydi. Muhabbatning o'zini butunlashdan boshqa orzusi yo'q. Agar oshiq bo'lsam, orzulash to'g'ri kelsa, bunular sening orzuying bo'lsin. O'zingni butunlay eritib, suga aylanganda, oydin kechalarda to'xtamay childirlab eqib, kuy-kuyla. Ortiqcha mehribonlikning azob ekanligini bil. Muhabbet yuragingni laxta-laxta qilsa-mu, sen rozilik va xushallik bilan uning uchun jon pido qil. Sahar uyg'onganingda muhabbatlik yana bir kunning quchoq ochganligiga xushallik bilan tashakkur etqin. Tinch aram olgan chog'laringda muhabbatning she'rligini xiyol qil. Kechlarda minnatdorlik bilan uyga qaytqin. Uxlash oldida sevgilingga izgilik tila. Yatar chog'ingda tilovat qil. Chunki söylügüçi senin kalbinde. Güzel medihe levzeringde.